Kechmi kirib qopti. Amsi bugungi hikoyadan boshlab ketaylik. Bugungi birinchi hikoyani deb bergan to'rdishimiz hikoyasini men uyda 4 yosh kirgan bolam bilan bilib turman. Yo'ldishim yandagi nahiyada ishlaydi. Odatda bek oz uyga keldi. Burun bolam bilan turgan vaqtimda bu uyda ancha qo'rqibmi ketmaydim, lekin yaqinning yaqin qo'rquvdan olib qoldim deb boshlabdi, chunki yaqinda bir ishlar yuz beribdi. Qandoq desanglar? Mushu yaqinda bir kuni kechda bu to'rdishimizning uyqusi kelmay, telefon o'ynab yetibdi-da, karavotning o'ng tarafida yetibdi, so'l tarafida bolasi yotgan ekan. Sonra telefon o'ynab yetib, endi ozroq ko'zi uyquga ilongandek bo'libdi, lekin telefondan do'ying ko'rayotgan ekan, do'yingdan chiqayotgan ovozlar quloqiga kirib turdi ekanda. Shu ashni anglab yetibdi, yotgan bilan endi mushu teshining eshigini, mehmonxonaning eshigini birisi ochqich tiqib ochmoqchi bo'lgandek ovoz anglabdi-da. Voy bu erimga qamayli qaytib keldimi nima deb o'ylagan bo'pti, ammo qo'pib chiqay desa medirlayapti-da. Qit qolgandek bo'pti badani. So'ng bilan koldir qilib ochqichni shu u yoqqa to'lg'ab, bu yoqqa to'lg'ab bir chaqda eshik echilibdi. Uni gup qilib yepilibdi. Birisi bu uyga kiribdi-da. Erim tuyuqsiz kelibdi-da, nima qo'polmayman, charchab ketdimmi deb qarib esib qoldimmi deb shu xiyollar hammasi anglayotgan ovozlar, xiyollar hammasi esida bordi. Ammo badan medirlamaydi. Astal ko'zini ozroq ochgandek bo'pti. Shu ochgan vaqtda bu yo'ldishining taqib turqida birisi yotoq uyining oldiga kelib bular qarab turibdi-da. Qo'pib gaqilay desa yana boyqidek holatda. Ammo ko'rdik, o'sha turib birdan turayotgandan keyin o'rilib mehmonxona uyiga yana chiqibdi bu. Chiqayotgandan keyin voy men nimanda qo'polmayman, nim bo'ldim deb o'ylab qo'rqib turgan vaqtda telefonni qarabdi-da, telefonni qarasa telefoni do'ying ochiqga bir shpin qo'yilayotgan ekan. Tuyuqsizlar endi bolasi o'sha telefonning oldiga beshini akib, telefonni to'sablam shu telefonni ko'rishga boshladi. Shunda voy bu bolam nima uxlamay telefon qaraydigan deb qo'lni medirlasa, bu chaqda qo'llar medirlab turib, bolani qo'l tutay deb beshidimda tortibdi, telefonni oyoqqa tortibdi. Shu telefondan ichiga kirib ketganda bu telefon bilan tang choplashib qarab turib olgan-da telefonga. Shun bilan uyquchilikda bosh diqqat qilmaganki, endi ozroq esli kelgandan keyin diqqat qilsa, bu bola so'l tarafda yotgan o'zining bolasi. Endi mau telefon qarayotgan bola shu o'ng taraf karavotning yenida o'rib turib, karavotga ikki qo'lini qo'yib telefon qarayotgandek ashunda holat ekanda. Voy bu bolam uyg'onib pastga tushib, undaq karavotdan o'ng tarafga kelib qarayotamdi deb yani ishtirib yiqibdi, ammo medirmaydigan bola, jimmidan turdi ekan. Shun bilan esiga qilib to'xtab, bu bolam so'l tarafda bormi yo'qmi bir tutib boqay deb undaq qo'lni sunsa, o'zining bolasining putini tutibdi-da, ashaqda uxlayotgan ekan. Voy amsima telefon qarayotgan kim o debdi, shuning bilan yana bir qitim badani medirlamay qolibdi. Bu telefon qarayotgan bola telefondan shpin chiqaveribdi, ovozlar qo'yilaveribdi. Ashak beshini akib, yiqqin qarab ko'rib bir chaqog'anda ashadlam tuyuqsiz yo'qolib ketgandek yo'qolib ketdi. Shuning bilan badanni qo'yib yetibdi, yandiq bolasi qarshi joyida uxlayotgan. Darhol chiroqlarni yoqib, oilaga chiqib yiqibdi. Uyga hech kim kirmagan, eshik taqiq. Bu meni qarib esib qoldimi deb o'ylabdi, ammo butun hammani shunda esitdi, rostlik yuz bergan. Shuning bilan buni shu faqat bir endi qarib esishdi, rostlik bilinib ketgan o'xshaydi deb o'ziga tushuntirib, bu ish o'tib ketdi. O'tib ketib, oradan necha kun o'tgandan keyin bir kuni o'zining mayoqdagi uyda bir ish qilyotsa, bolasi yandagi uyda o'yinchoqlarni tizib, qurashtirib o'ynayotgan ekan. Shu tuyuqsizlar bu bola yugurib yinib chiqibdi-da, "Opa, oyda bir suvaka" deb. O'ynayotgansa, "Bolam nima bo'ldi? Kim bor aka?" desa, "Men bunda o'yinchoq o'ynayotgandim. Bunda beshim ko'tarib qarsam, bir odam menga qarab turibdi. Beshidimda büyük aka, qora kiyim kiyyapti. Ko'zi qop-qora ekan, yuzini ko'ramidim, yuzim qop-qora deb. Endi kichik bola bunda aniq gapirmaydi, lekin shu tafsilotlarning hammani qandoq kiyim kiyibdi, yuzi qandoq, ko'zi qandoq deb so'rab bilgan tafsilotlar ekanda bu. Agar andaqmikan, merimdaqmikan deb. Shunga qiynay odam desa, shu men beshimni ko'tarib qarsam, men birdan qarab turayotgandan keyin derizdan uchib chiqibdi debdi. Qanday uchib chiqdi? U bir cho'ng qushmikan yo qantovmikan, bunda qushlardek uchib chiqibdimi deb
Kollarını kısa yak, da ısqa okşaş bop, derizden uçup çıketti dep. Kichik bala şu gapni dep beripdi. Bu balanın yaşı 4 yaş. Kichik balanın onda yağganda birini toqışı mümkün emas-ku. Özünün köygününü hem de aran tasvirlap bere alaydigan holatda. Hamda unda tafsili tasvirlap yağgandan toqıy almaydı kichik bala. Şonda vay bu nima şolgan dep bunun yana bir qitim hayran qapti. Anda bu iş ütüp, üçüncü iş bir kuni yaqinlikka ishga bu. Atiganda bular uyg'onibdi, telefonim nima uchurlar keldi deb eshiklarni ichib qarab qolsa, bu bolasi. Apa dadam kepti deb lam o'rnidan turib mehmonxona uyga chiqibdi-da, chiqib u yoqqa qarab, apa dadam qani deb ketibdi. O nima bo'ldi, dadam kamini qo'y desa, voy dadam kepti, hozir uyg'onib bunday qarasam, shu yotgan uydan Uberni ko'rindi ekanda. Dadam Ubernidan chiqib moyoqqa ko'ting tarafga o'tib ketdi. Dadam mushaqda dadam qini deb uyini izlab ketdi bu. Voy dadam kelmadi debdi, ammo xeyli bir vaqtcha dadam ketga o'xshaydi, manga qilmabdi deb. Shundoq bir narsani ko'ribdi-da bu bolasi. Amaliyotda u kuni yo'ldoshi qaytib kelgan kunmi emaski u. Shunda bu ishni shu balkim bola tushida ko'rgan bo'lib, amaliyot bilan aralashtirib o'xshaydi deb o'tkazibdi. Yani yaqin yapmışlar Üzbekishga. Qo'rquvdan olib qoldim uydan deb mush hikoyasini o'rtoqlashibdi. Mana bu bugungi birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyani deb bergan to'rdishimizning buvisining beshiga kelgachga bu shu 70-yillarda. Bu to'rdishimizmi cho'ng o'xshaydi. Shu chaqda bu odam 60 necha yosh vaqt ekanda. Bir kuni men tugmanga berib un tatqizib kelay deb uydan bir mishkab bug'doyni elib, g'arvoq ketib, eshak arı bilan tugmanlarni beribdi-da. Bu hamda bir tağның arasındaki açtaq tügmenke, su tügmen o'xshaydi. Şu berib, arodiki bug'doyni tügmenchiga beribdi, andan keyin arıga eshak yeb qolsa deb cho'plarni yuvibdi. Shu cho'pni eshakni olib qo'yib berib, tügmenning ichiga kirib o'ltiribdi-da. Shu o'ltirib, bir vaqt qolganda misol kesh kiribdi. Tag o'lgandan keyin texin baldir kesh bo'ldi. Shu eshakka bir qarab boqayjimi deb zavol vaqtda hisobda teshik chiqibdi. Chiqib qarasa bu eshak bağlap qo'ygan yerdan yeshinib, bo'shinib, o arg'amchisi bo'yinda sangilaqliq, ayta o'zi qarab turgan ekanda, bir 15 metr yerda. Bu endi bek yuvash eshakdiki, gap anglaydigan bu odamdan o'zini qochmaydi odatda. Lekin shu kuni endi 15 metr yerda turibdi, bu yer turibdi, bo'shinib olibdi deb bog'laydi deb oldiga mangsa, bu eshak qechibdi-da. Sonra bu qechib o'tirib deb ish kerakmayapti, eshak qechibdi, yuguribdi, yana qechibdi, osh taqib bular tağının içine şıkırlap kiripti-de. Kirip şundan bilan bol to'xtab qolay desa, bu eshak joyi to'xtab qarab turdi ki. Bir qo'g'lab nim qilay desa, bu qochdi ki. Ashunda qilib qorong'i tushib ketdi. Bu eshakni tutib olay deganlik qechikdi ki. Yana yerib ketdi ki, birdan orom yeb yana berib tutib olay degan yana qechikdi ki. Ashunda qilib kech o'p ketdi ekanda. Endi u chaqlarda soat yo'q bo'lgandan keyin qandaq vaqt o'g'ini o'qmaydi ki. Şu bir çağda qarsa bu eshakning ustida 3 kichik bola. Qip belamash. Qip qizil ranglarini qizil deb tasvirlabdi. Qo'lda tayoq va bular eshakni urib, eshak qechib, ashta qotgan ekanda. Buni ham kechi bo'lganda ko'ribdi. Undan burun ko'mgan bu uchun. Shundan bilan ham bu bolalarning turqishida qo'rqinchlikda odatda kichik bola emas bu. Shundan bilan bir qo'rqib ketib bo'ldi. Men nima bo'lsin bu eshakmi? Boshqa bo'ldiga o'xshaydi. Qachay deb kendi giyinibdi. Yenib yo'llardan chiqib chiqdiki, uy ketay desa, yerda bug'doylari va tugmandan ham yaqin uy qaragan eshak boraychi bo'ldi deb, shu tugmanning iniq bog'icha tong etibdi. Hisobda bu odam bir kecha mashtag'ning orasida eshakni qo'g'labdi-da. Bu tong etib ketdi, men kecha qo'g'labdiman deb tugmanning iniq kelib qarasa, o'zining eshigi ash bog'lab qo'ygan yerda, cho'p tashlab qo'ygan yerda turgan ekanda. Amaliyotda bu eshak boshdan oxir joyidiki. Mademki ko'ringani balki ya mavjud emas, yo'q bir eshak yo'qmas ashlarning eshaklari. Shu oshni qo'g'lab yurgan gapda. Shunda uni ko'riblam bir ufildabdi ashadlam. Qattiq charchab ketgach, kim o'shidan ketganda ko'p to'liq tugmanchi chiqib, voy bu yetib qopsiz-ku deb. Men siz nega ketdiki, uy ketga o'xshaydi debdimi deb. Shu arusig besib, unlarni tatib bo'lgan-ki, onlar bilan qo'shib bu odamni uyiga akib qo'ygan ekan. Shunday qilgan deb bu hikoya bularning oilasidan tarqalib hozirgacha kelgan ekanda. Mana bu bugungi ikkinchi hikoya.
Endi 3-nji hikaýany dep bergen torduşymyz kiçik wagtyda bir galety işlage uçrap, ýokup ketken tas kılıp gaýtyp kelgenkende. Endi o işni men keyin dep bir aýdapdy. Endi ýakynda ýüz bergen, şu 1-nji aýynyň 28 ýüz bergen bir işi bar. Bu torduşymyz adatda şu bevasita köz tutuşda mal satyrgan tordaşkanda. Atýany kopupdy, kopup bir xil tort tigis kep gitdi. Nemişki bir xil şu kön tort tigim kep kopupdy ekenmen. Bir çağ dostum telefon qıptı dostumga mesela paranjit dep ajap tort tigim keldi desem, men sana buyurtup berip, buyurtup berip bergenti depdi. Şonda buyurtup bulanyň üýüge başga hyzmatdaşlary bar eken, şular kelip ýani bir üýde jibo kıldı eken, mal satır eken. Şu düşte 12'de başlandı eken bu jibosi. 2'de tügeydi eken de 2 saat düşlük jibo kıldı eken. Şonda o tort endi düşten keyin 3'läge ülgürüp keldigan tort ekende, şoň bilen jiboryny kılyberdi eken. Saat 2 bolganda bular jibodan düşdi eken. Qagallar biz keşdi kelimiz dep teşik çıkdy eken. Bu kız tort gip kalymdyky dep öýde kaldy eken de, kelyp yatak öýe kirip, muşy hikaýa anlap ýatyr eken. Yetip endi köz uyku getirgende uxlap kaldı eken. Şu çağda birisi gom işini urdu eken. Tort kepti de dep orundan turdu eken. Berip işini assa, işini aldı da bir kız turgan eken de. Bu kızın kiyinişini ajaýyp galyta dep tasvirlapdy. Bir jüzraň kostyum yopka. Çapanymy jüzraň, yopkasymy jüzraň, çeçimi jüzraň, aýykymy jüzraň. Hatta terisimi hem de şu bir jüzraň başkymı işte görünüp ketdim. Terisini tatıp sal jüzraň ekende. Aşındaky bir kız eken, bu kızdyň keýinde ýogan igiz qary kiyimlik adamlar. Keýindikileri hem de uç çıkamas ekende, bir xil istek işte guwa keýinde muştak turdy eken. Bu ma aldydaki kız galba kazangan, putu kazangan ayallardek yaş aldığı çıkıp bu kızga gäk kıldy eken de. Adaş bu tort kelse sen işini aşmadan go, nimdep aşmaysa bu tort buzulup qaz qandaq yeýse, nimdep aşmaysa işini menem bek tort ýegim batdy dep bir xil hapap gitdirkende. Şoňa vay bu kim o, nimelerni deýdi dep bir xil aňyramay kaldy eken. Tort kelgende aljumy menem tort ýegim bar dep endi sözlep gitdirkende. Şoňa bu kızmy özüm ukmaganly aldy, adaş makul men alay deýdi eken. Şoňa işini bitip jaýga kep ýatyr ekende. Bu kim o, bu nime şup ketdi? Bu hazır oňumy düşümmi dep perhlendiremey kaldy eken. Şu ýana aşda ýatgan wagtda gom karoty urulyp gitdirkende, birisi urganda. Vay bu nime işlap gitip bardy dep bir kokganda hop telefonyny ip karasa, onda muşu iş telefon karagan wagtdan bir 10 minutmy 5 minut burun telefonyga mekdan numurda 8 qitim telefon kelgen eken de, almagan telefon. Şoňdan bu nime şup ketdi dep dostlugy dese, adaş muştak vermeýçi beripdi, lekin sen işini aşmapsa. Tortny ýasagan şanja manga qypdy, aşmapdy dep. Şoňdan o tortny çawşyra ekirip goýupdy pestiki. Eşerden iwal dep dostlaşdy dep de. Makul dep goýupdy, endi bu aralykda bu gaýşlaryny özü düşündirip beremmeýdi eken de. Uygunup açdymy işini, ýa düşüde açdymy onu ukmaýdy eken. Endi a kızdan tort deýmänim dep käsi işini aşmaýsa dep turgaganlaryny bir xil oýlap bulamaydy eken de, qanday bolup galgany. Andan keyin adatda naýat säzgür uklaydy eken. Onda biraz işini ursa ýa telefon gelse, aňlamagydak derejede gaty uklap bakmagan eken. Muştak boldy, fakat düşündirip beremmeýmen özüm, lekin şu kiçik wagtymda bolgan, şu iş bilen münasibet boluş mümkin dep oýldum. Onu men keyin dep bir aýdap hikaýasyny ahyrlaşdyrdym. Keyin kısımda da belki boş çıkıp gelmesi mümkün. Buldum size bugünkü hikaye bir şey. Bulsun, hayır, hoş, aman bulalım.